hazilomuz, o'yin qilamiz. Mana shu odam to'g'rida bo'lib qolsa nima degan bo'lardingiz? Mani qarshimdan hech bir yomon inson chiqmagan. Men ularga faqat dunyodagi eng yaxshiliklarni tilagan bo'lardim va hayot yo'llarimizda faqat baxtli kunlar ko'p bo'lsin deb qolardim. Oyijon. To'g'ri keladi, oyijon, I love you. Inson agar to'g'rida bo'lib qolsa nima degan bo'lardingiz? Men aytgan bo'lardim, faqat va faqat baxt, omad tilagan bo'lardim. Nima degan bo'lardingiz? Bu yerga qarab. Maraz ekansan degan bo'lardim. Yo, ona, u men sizni yaxshi ko'raman. Qanaqadir bitta memni qo'yasiz deb o'ylayapman. Nima degan bo'lardingiz? Ketdi bir kallab qilib o'tirdim. Betiga qarab siz nima derdingiz? Chinchiysiz deydi. Sizni sevaman derganman. Nima degan bo'lardi? Qarzing qachon berasan? Nima degan bo'lardi? Pul senga. Voy bilan. Nima derdingiz? Yeyapti. Betiga qarab nima degan bo'lardingiz? Bor yuvinib kelgan basharangga qaragan degan bo'lardi. Asabga tegadigan savollar ikkinchi qism. Naverna, chiroyli ekansiz degan bo'lardim. Bor yuvinib kelgan. Nima degan bo'lardingiz? Siz dunyodagi eng baxtli insonsiz derdim. Chunki hamma inson loyiq baxtli bo'lishga. Oh my god! Degan bo'lardingiz. Qalaysan, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Men yig'lamadim.